Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Har bir pensionerga 1.500 ming so'mdan pul berilishi haqidagi xabarlar nimani anglatadi? Bu pul kimlarga tegishli bo'lishi mumkin? Uni olish uchun nima qilish kerak va eng muhimi, qaysi joylarda odamlar aldanib qolishi mumkin? Bu ma'lumot har bir pensionerning farzandlari, nevaralari va oilasida keksa insoni bor har bir kishi uchun juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri qadam sababli odam puldan quruq qolishi yoki firibgarlarga shaxsiy ma'lumotlarni berib qo'yishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bunday yangiliklarni oddiy tilda, keraksiz gaplarsiz tushuntirib boraman. Avvalo, men eng muhim narsani aniq qilib aytaman. Pensionerlar uchun 1.500.000 so'm miqdorida to'lov haqida gap ketganda, odamlar ko'pincha buni hamma pensionerlarga avtomatik tarzda hech qanday shartsiz beriladigan pul deb tushunib oladi. Aslida esa har qanday ijtimoiy to'lov, moddiy yordam yoki kompensatsiya aniq tartib, mezon va hujjatlar asosida beriladi. Ya'ni hamma pensioner oladi degan gapni eshitganingizda darhol ishonib ketmaslik kerak. Qaysi qaror asosida, qaysi tashkilot orqali, qaysi toifadagi fuqarolarga va qaysi muddatda berilayotgani tekshirilishi shart. Oldin bunday masalalarda ko'p narsa mahalla, pensiya bo'limi yoki ijtimoiy himoya organlari orqali hal qilinar edi. Pensioner ariza yozardi, daromadi, yashash sharoiti, oilaviy ahvoli o'rganilardi, keyin yordam tayinlanardi yoki rad etilardi. Hozir esa ko'plab jarayonlar elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda. Ya'ni pensionerning pensiya olishi, nogironlik holati, yolg'iz yashashi, ro'yxatdan o'tgan manzili, bank kartasi, subsidiya yoki boshqa yordam olayotgani ma'lumotlar bazalarida ko'rinadi. Bu bir tomondan qulay, chunki odamdan ortiqcha qog'oz talab qilinmaydi. Ikkinchi tomondan, agar ma'lumotlarda xato bo'lsa, masalan manzil noto'g'ri bo'lsa, karta faol bo'lmasa yoki pensioner boshqa joyda yashab, ro'yxati boshqa joyda tursa, to'lov kechikishi yoki umuman chiqmasligi mumkin. Odamlar ijtimoiy to'lovlari haqidagi xabarlarni asosan Telegram, YouTube, Facebook yoki qarindoshlardan eshitmoqda. Har bir pensionerga 1.500.000 so'm berilar ekan. Tezroq ariza topshirish kerak ekan degan gap bir necha soatda butun mahallaga tarqaladi. Lekin men ekspert sifatida shuni aytaman. Pul haqidagi har qanday xabarni birinchi navbatda rasmiy manbadan tekshirish kerak. Rasmiy manba deganda davlat idorasining sayti, hokimlik, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, MyPok Arabut portali yoki mahalladagi mas'ul xodimning rasmiy izohi nazarda tutiladi. Agar xabar faqat menga tanishim aytdi yoki internetda chiqdi darajasida bo'lsa, shoshilmang. Endi 1.500.000 so'm masalasini oddiy qilib tushuntiraman. Bunday miqdordagi pul turli holatlarda uchrashi mumkin. Bir martalik moddiy yordam, bayram oldidan beriladigan yordam, kam ta'minlangan oilalardagi pensionerlarga yordam, nogironligi bo'lgan pensionerlarga qo'shimcha ko'mak, yolg'iz keksalarga ajratiladigan mablag' yoki hududiy dastur doirasidagi yordam. Shuning uchun 1.500.000 so'm degan raqamni ko'rib, uni darhol umumiy pensiya oshishi deb qabul qilish noto'g'ri. Pensiya oshishi bilan bir martalik yordam boshqa narsa. Masalan, agar pensiya oshsa, bu har oy to'lanadigan pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Aytaylik, bir pensioner 1.200.000 so'm pensiya olayotgan bo'lsa va pensiyalar ma'lum foizga oshirilsa, keyingi oylarda uning pensiyasi yangi miqdorda keladi. Lekin bir martalikka 1.500.000 so'm yordam bo'lsa, u faqat bir marta beriladi. Bu pulni olgan odam keyingi oy yana shuncha pul kutmasligi kerak. Ko'p odamlar aynan shu joyda adashadi. Ular menga endi har oy 1.500.000 so'm qo'shilar ekan deb o'ylab, oilaviy xarajatlarni noto'g'ri rejalashtiradi. Natijada qarz oladi, nasiya qiladi yoki boshqa moliyaviy majburiyatga kirib qoladi. Yana bir muhim masala, har bir pensioner degan ibora amalda har doim ham mutlaq hammani anglatmasligi mumkin. Ba'zan qaror matnida pensionerlar deyiladi, lekin keyingi bandlarda aniq toifalar ko'rsatiladi. Masalan, yolg'iz yashovchi pensionerlar, kam ta'minlangan oiladagi pensionerlar, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar, nogironligi bo'lgan shaxslar, daftarlarga kiritilgan fuqarolar yoki muayyan hududda yashovchi pensionerlar kabi cheklovlar bo'lishi mumkin. Oddiy odam esa sarlavhani o'qib ham oladi deb o'ylaydi.
Men doim aytaman, sarlavha emas, tartib muhim. Agar siz pensiyangizni har oy bank kartangizga yoki pochta orqali muntazam olayotgan bo'lsangiz, pasportingiz yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, yashash manzilingiz rasmiy ro'yxatda to'g'ri bo'lsa, telefon raqamingiz yaqinlaringizda bo'lsa va mahalla sizni ro'yxatda bilsa, odatda sizda katta muammo bo'lmaydi. Bunday holatda siz faqat xabarni tekshirishingiz kerak bo'lsa mahallaga yoki pensiya bo'limiga murojaat qilishingiz kifoya. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli pensioner ayol har oy pensiyasini bank kartasiga oladi. U yolg'iz yashamaydi. O'g'li bilan bir uyda ro'yxatda turadi. Agar to'lov faqat yolg'iz keksalarga beriladigan bo'lsa, bu pulni olmasligi mumkin. Bu adolatsizlik degani emas. Bu mezon shunday belgilangan degani. Lekin agar to'lov barcha yoshga doir pensionerlarga avtomatik beriladigan bo'lsa, u holda uning kartasiga tushishi mumkin. Demak, bu ayol uchun eng to'g'ri yo'l. Mahalladan to'lov turi va mezoni so'rash, telefon orqali rasmiy idoraga murojaat qilish va kartasini tekshirib turish. Yana bir misol. Samarqandda yashovchi 52 yoshli erkak pensioner 1700 ming so'm pensiya oladi, lekin qizi Rossiyada ishlaydi. O'g'li alohida yashaydi. U rasmiy ro'yxatda yolg'iz, lekin amalda unga qo'shnisi qarab turadi. Agar yordam yolg'iz va ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlarga berilsa, bu odam mahallaga murojaat qilib o'z holatini tushuntirishi kerak. Chunki tizimda u faqat pensioner sifatida ko'rinishi mumkin. Lekin uning real ehtiyoji alohida o'rganiladi. Bunday vaziyatda men kutib turaman, o'zi tushadi deyish har doim ham to'g'ri emas. Endi kimlar albatta harakat qilishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyasi kechikib tushadiganlar, bank kartasi muddati tugaganlar, eski pasport ma'lumotlari yangilanmaganlar, yashash joyi bilan ro'yxatdagi manzili farq qiladiganlar, boshqa viloyatdan ko'chib kelganlar va oxirgi yillarda hujjat almashtirganlar tekshirish kerak. Chunki to'lov avtomatik bo'lsa ham, avtomatik tizim noto'g'ri ma'lumotni ham avtomatik ko'rib turadi. Tizim sizning hayotingizdagi barcha o'zgarishni o'zi bilib qolmaydi. Masalan, Buxoroda bir pensioner oldin bir tumanda yashagan, keyin qizining uyiga ko'chib kelgan, lekin ro'yxatini o'zgartirmagan. Pensiyasini hali ham eski manzil bo'yicha oladi. Agar moddiy yordam mahalla kesimida shaxlantirilsa, eski mahalla uni bu yerda yashamaydi deb ro'yxatga kiritmasligi, yangi mahalla esa bizda ro'yxatda emas deyishi mumkin. Natijada odam ikki joy orasida qoladi. Bu holatda birinchi ish ro'yxat masalasini aniqlash, mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimga real yashash joyini bildirish. Zarur bo'lsa vaqtinchalik yoki doimiy ro'yxat bo'yicha maslahat olish. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa yoki qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, ayrim to'lovlar to'xtab qolishi mumkin. Masalan, bir odam yoshga doir pensiya oladi, shu bilan birga nogironligi ham bor. Agar yordam aynan nogironlik bo'lgan pensionerlarga berilsa, tizimda nogironlik holati amalda bo'lishi kerak. Oldin bor edi degan gap yetmasligi mumkin. Shuning uchun tibbiy mehnat ekspert komissiyasi hujjatlari, nogironlik ma'lumotnomasi va pensiya hujjatlari tartibli bo'lishi zarur. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladigan oilalar. Bu yerda ko'pincha tushunmovchilik bo'ladi. Oila pensiya oladi, lekin pul bola nomiga, ona nomiga yoki vasiy nomiga rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Agar xabarda pensionerlar deyilsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar kiradimi yoki yo'qmi? Albatta aniqlash kerak. Chunki ayrim dasturlarda pensiya turi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Endi eng ko'p uchraydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat qarzdorlik. Ba'zi pensionerlar bankdan kredit olgan, kommunal xizmatlardan qarzi bor yoki aliment. Ijro hujjatlari bo'yicha ushlab qolishlar mavjud bo'lishi mumkin. Agar 1 million 500 ming so'm bank kartasiga tushsa, bank yoki ijro tizimi uni avtomatik yechib oladimi degan savol tug'iladi. Bu to'lovning huquqiy maqomiga bog'liq. Ayrim ijtimoiy to'lovlar ushlab qolinmasligi kerak bo'lgan mablag' sifatida himoya qilinadi. Ayrimlari esa oddiy kirim sifatida ko'rinishi mumkin. Shuning uchun agar sizda kredit yoki bloklangan karta bo'lsa, oldindan bankka murojaat qilib, karta holatini aniqlang. Pul tushgandan keyin qayerga ketdi deb yurishdan ko'ra, oldin tekshirish ancha oson. Ikkinchi nozik jihat karta egasi. Pensionerlar ko'pincha pensiyasini farzandining kartasiga, nevarasining telefoniga ulangan ilova orqali yoki boshqa odam yordamida boshqaradi. Bu juda xavfli holat bo'lishi mumkin.
Rasmiy to'lovlar odatda pensionerning o'z nomidagi hisobiga tushishi kerak. Agar karta boshqa odam nomida bo'lsa, to'lov chiqmasligi yoki keyin tushtirish talab qilinishi mumkin. Men maslahat beraman. Pensionerning o'z nomida bank kartasi bo'lsin. PIN kodni begonalarga bermasin. SMS xabarlar o'zining yoki ishonchli yaqinning telefoniga kelsin. 3-nozik jihat firibgarlik. Hozir eng xavfli holatlardan biri shuki, kimdir telefon qilib, sizga bilmagan 500 ming so'm pul chiqdi. Kartangiz raqamini, amal qilish muddatini va SMS kodini ayting deydi. Men buni juda qat'iy aytaman. Hech qachon SMS kodini hech kimga aytmang. Davlat idorasi ham, bank ham, mahalla ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Karta raqamining o'zi ham ehtiyotkorlik bilan berilishi kerak. Lekin SMS kod, pasport rasmi, bank ilovasiga kirish paroli, plastik karta orqasidagi CVC kod mutlaqo berilmaydi. Agar kimdir hozir aytmasangiz pul kuyadi desa, bu odatda firibgarlik belgisi. 4-nozik jihat pul yordamchilar. Ba'zi odamlar men sizga 1 million 500 ming so'mni chiqarib beraman. Oldindan 1 million so'm xizmat haqi bering deydi. Bunday gaplarga ishonmang. Rasmiy moddiy yordam uchun ariza topshirish yoki ma'lumot tekshirish bepul bo'lishi kerak. Agar kimdir pul so'rasa, u qaysi asosda so'rayotganini yozma ravishda aytsin. Oddiy pensionerning ishonchidan foydalanib, hujjatni tezlashtirib beraman deyish ko'p uchraydi. Aslida esa bu odam hech narsani tezlashtira olmasligi mumkin. 5-nozik shart oilaviy daromad. Agar yordam kam ta'minlanganlik mezoni asosida berilsa, faqat pensionerning pensiyasi emas, ba'zan bir xonadonda yashovchi oila a'zolarining daromadi ham hisobga olinadi. Masalan, pensioner 1 million 100 ming so'm pensiya oladi, lekin o'g'li rasmiy ishda 5 ming so'm maosh oladi va bir manzilda ro'yxatda turadi. Bunday holatda tizim oilani kam ta'minlangan deb topmasligi mumkin. Boshqa tomondan pensioner qizi bilan ro'yxatda, lekin qizi ishlamaydi. Uyda 2 nafar bola bor, kommunal xarajatlar katta. Bu holatda yordam olish ehtimoli yuqoriroq bo'lishi mumkin. Demak, har bir vaziyat alohida qaraladi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Pensioner yoki uning yaqinlari hozir nima qilish kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, xabarni rasmiy tekshiring. Mahallaga boring yoki telefon qiling. 1.500 ming so'm to'lov qaysi qaror asosida, kimlarga, qachondan boshlab beriladi deb aniq so'rang. Agar mahalla xodimi hali bizga rasmiy topshiriq kelmadi desa, demak shoshilib hujjat tarqatishning hojati yo'q. Agar ro'yxat shakllanyapti desa, qaysi toifa ro'yxatga olinayotganini aniqlang. Faqat pensionerman deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olayotgan tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, agar bo'lsa nogironlik hujjati, yolg'iz yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumot, kommunal to'lovlar yoki tibbiy xarajatlar bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Men har doim shuni tavsiya qilaman. Hujjatlarning nusxasini alohida papkaga solib qo'ying. Pensionerning o'zi bora olmasa, farzandi yoki ishonchli vakili yordam bersin. Lekin hujjatlar begona odam qo'lida qolib ketmasin. 3-qadam, bank kartasini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bank ilovasiga kirish mumkinmi? Pensionerning FIOSi to'g'ri yozilganmi? Shularni aniqlang. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka borib yangilang. Agar pensioner yura olmasa, bankning masofaviy xizmatlari yoki ishonchnoma orqali xizmat olish tartibini so'rang. Pul tushadigan paytda karta muammoli bo'lsa, keyin uni izlash ancha qiyin bo'ladi. 4-qadam, ariza kerakmi yoki yo'qmi aniqlang. Ba'zi to'lovlar avtomatik beriladi. Bunda odam ariza yozmaydi. Tizim ro'yxat shakllantiradi va pul kartaga tushadi. Ba'zi yordamlar esa ariza asosida beriladi. Arizada odatda kimga murojaat qilinayotgani, pensionerning FIOSi, pasport ma'lumotlari, manzili, telefon raqami, yordam so'rash sababi va ilova qilinayotgan hujjatlar yoziladi. Arizani topshirganda kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi olish muhim. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Hujjatlaringizni qoldiring, ko'ramiz deyishsa, qachon javob bo'lishini so'rang. 5-qadam, MyBaytDocup.uz yoki tegishli elektron xizmatlarni tekshiring. Agar yaqinlaringiz internetdan foydalana olsa, pensioner nomidan mavjud xizmatlar, ijtimoiy yordam arizalari, pensiya ma'lumotlari tekshirilishi mumkin. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'ling. 10 ID paroli.
SMS kodi va shaxsiy kabinet ma'lumotlari begonalarga berilmasin. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, davlat xizmatlari markaziga boring. U yerda ariza topshirish yoki ma'lumot olish bo'yicha yo'l yo'riq berishlari kerak. 6-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini yozma so'rang. Ko'p odamlar sizga chiqmaydi degan gapni eshitib uyiga qaytib ketadi. Men esa bunday qilmaslikni maslahat beraman. Nega chiqmaydi? Qaysi mezonga to'g'ri kelmayapti? Ma'lumotlar bazasida qanday xato bor? Daromad yuqori deb topildimi? Ro'yxat noto'g'rimi? Hujjat yetishmayaptimi? Shu savollarga aniq javob oling. Agar haqiqatdan ham xato bo'lsa, uni tuzatish mumkin. Masalan, pensioner ro'yxatda boshqa manzilda turgani uchun yordam chiqmagan bo'lsa, manzil masalasini hal qilish kerak. Agar nogironlik ma'lumoti tizimda ko'rinmayotgan bo'lsa, tegishli idoraga murojaat qilish kerak. Keling, bir nechta aniq holatni ko'rib chiqamiz. Birinchi holat, 70 yoshli pensioner, ona 1 million 300 ming so'm pensiya oladi. Yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda. U kommunal to'lovlarga oyiga 2000 ming so'm, dorilarga 400 ming so'm, agar 1500 ming so'm sarflaydi. Agar 1500 ming so'mlik yordam ijtimoiy ehtiyoj asosida berilsa, bu ona birinchi navbatda mahallaga murojaat qilishi, yolg'iz yashashini, tibbiy xarajatlarini va pensiya miqdorini ko'rsatishi kerak. Bu yerda yordamning maqsadi aynan shunday insonlarni qo'llab-quvvatlash bo'lishi mumkin. Ikkinchi holat. 36 yoshli pensioner ota 2400 ming so'm pensiya oladi. O'g'li bilan yashaydi. O'g'li rasmiy ishda yaxshi maosh oladi. Agar yordam ta'minlanganlarga berilsa, bu ota ro'yxatga kirmasligi mumkin. Lekin agar to'lov barcha yoshga doir pensionerlarga bayram munosabati bilan berilsa, u ham olishi mumkin. Demak, bu holatda asosiy savol pensionerning yoshi yoki pensiya olish emas. To'lovning qaysi mezon asosida berilayotganidir. Uchinchi holat. 75 yoshli pensionerning kartasi bloklangan. Chunki eski kredit bo'yicha qarzdorlik bor. Pul tutsa darhol yechilib ketishdan xavotirda. Bu odam bankka borib hisob holatini aniqlash kerak. Agar to'lov ijtimoiy himoya maqsadida ajratilgan bo'lsa, uning ushlab qolinmasligi bo'yicha tartib bor yo'qligini so'rash kerak. Buni pul tushgandan keyin emas, oldindan qilgani ma'qul. 4-holat. Pensioner OPA telefoniga kelgan havolani bosadi. 1500 so'm olish uchun kartangizni kiriting degan sahifa chiqadi. U karta raqamini, amal qilish muddatini va SMS kodni kiritadi. Bir necha daqiqadan keyin kartasidagi pul yechib olinadi. Mana shu eng achinarli holatlardan biri. Shuning uchun yana bir bor aytaman. Rasmiy to'lov olish uchun Telegramdagi noma'lum havolalarga kirmang. Karta kodlarini kiritmang. SMS kodni hech kimga aytmang. Rasmiy ariza faqat rasmiy portal, Davlat xizmatlari markazi, mahalla yoki tegishli idora orqali bo'ladi. Agar sizdan ariza talab qilinsa, arizada fikr aniq bo'lishi kerak. Masalan, men falonchi yoshga doir pensiya oluvchi fuqaro sifatida moddiy ahvolimni inobatga olib, menga ajratilishi mumkin bo'lgan bir martalik moddiy yordamni tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Hozirda pensiya miqdorim falon so'm, yashash manzilim falon, oilaviy holatim falon. Zarur hujjatlar ilova qilinadi. Shundan keyin sana imzo telefon raqami yoziladi. Agar pensionerning o'zi yoza olmasa, yaqinlar yordam berishi mumkin. Lekin mazmuni pensionerning real holatiga mos bo'lishi kerak. Yolg'on ma'lumot yozish keyinchalik muammo keltirib chiqaradi. Agar siz mahallaga borsangiz, savollarni oldindan tayyorlab boring. Bu yordam hamma pensionerlargami yoki faqat ayrim toifagami? Ariza kerakmi? Hujjatlar ro'yxati qanday? Pul qaysi sanada tushadi? Bank kartasi bo'lmasa nima bo'ladi? Rad javobi bo'lsa qayerga murojaat qilinadi? Mana shu savollarga javob olsangiz, vaziyat ancha oydinlashadi. Shunchaki pul bormi deb so'rasangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Agar siz pensionerning farzandi yoki nevarasi bo'lsangiz, bu masalada befarq bo'lmang. Keksa insonlar ko'pincha rasmiy xabar bilan firibgar xabarni ajrata olmaydi. Ularga baqirib tushuntirish kerak emas, xotirjam tushuntirish kerak. Telefoniga kelgan shubhali SMS yoki havolani ko'rsatsa, darhol tekshiring. Bank kartasidagi operatsiyalarni kuzating. Lekin yordam beraman deb pensionerning barcha pulini o'zingiz boshqarib olish ham to'g'ri emas. Uning roziligi, xotirjamligi va huquqi birinchi o'rinda turishi kerak. Yana bir muhim narsa, pensioner nomidan hujjat topshirayotganda ishonchnoma masalasini aniqlang. Ba'zi idoralar yaqin qarindoshga ham rasmiy ishonchnomasiz ma'lumot bermasligi mumkin.
Bu ularning yomonligi emas. Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish talabi. Shuning uchun pensionerning o'zi bora olmasa, qonuniy vakillik tartibini so'rang. Demak, 1500 yuan so'm haqidagi xabarni eshitganingizda birinchi ish shoshilish emas, tekshirish. Bu pul pensiya oshishi bo'lishi mumkin emas, balki bir martalik yordam, kompensatsiya yoki muayyan toifadagi pensionerlarga ajratiladigan mablag' bo'lishi mumkin. Kim oladi, kim olmaydi, ariza kerakmi yoki avtomatik tushadimi? Bularning hammasi rasmiy tartibga bog'liq. Sizning vazifangiz hujjatlarni tartibga keltirish, bank kartasini tekshirish, mahalladan aniq ma'lumot olish va firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Men sizlarga ekspert sifatida eng muhim maslahatni yana bir bor aytaman. SMS kodni hech kimga bermang, noma'lum havolaga kirmang, pul chiqarib beraman degan odamlarga oldindan pul to'lamang. Agar haqiqatan ham sizga yordam tegishli bo'lsa, uni rasmiy yo'l bilan olish mumkin. Agar rad javobi berilsa, sababini aniqlang va xato bo'lsa tuzating. Sizning hududingizda pensionerlarga 1.500.000 so'm to'lov haqida nima deyishyapti? Mahallada ro'yxat tuzilyaptimi? Bank kartaga tushyaptimi yoki hali rasmiy ma'lumot yo'qmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bo'lsing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham pensionerlar, nafaqalar, moddiy yordamlar va ijtimoiy to'lov bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy va tushunarli tilda tushuntirib boraman.